Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmon millatlar ustidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ilib berayotganligi bag'ancha texmi ko'p demokratik g'arb allari tarafidan e'tirof qilinayotgan bir mezgilda Xitoy hukumati o'zining bu jinoyatlarni yepish uchun Uyg'ur eliga sayohat o'maklarini taklif qilish va muhojirlarni sayohatga o'rinlashtirishdan boshqa yana yaqinda qisman Uyg'urlarni chet ellarga sayohatga chiqarishdek taktikalarni qo'llanayotganligi kuzatuvchilar tarafidan aytilmoqda. Yaqin kunlarda ijtimoiy taratqularda, ya'ni Douyin, TikTok va Instagram, Facebook qatorliqlarda ba'zi Uyg'urlar "Men tuyuqsiz chet elga sayohatga chiqadigan bo'lib qoldim" deb qo'lida Xitoy pasportini alaydan ko'rsatib, xuddi Uyg'urlarning pasport elish xohlagan vaqtda bemalol chet elga chiqib sayohat qilish erkinligi bordek ko'rinishlarni taqassa, yana shuningdek qisman Uyg'urlar o'zlarining Uyg'ur elidan kelgan ota-onalari bilan Amerika, Turkiya va boshqa joylardagi aeroportlarda jam bo'layotganligidek ko'rinishlarni tarqatishga boshladi. Bu xildagi tarilayotgan videolik tashviqotlar ichida chet eldagi Uyg'urlar orasida g'ulg'ula va tanqidiy inkas qo'zg'aganlardan biri Xitoyning Doyinda Okeanus nomida hisobi bor bir Uyg'urning qo'lida Xitoy pasportini apparatga ko'rinarli to'g'irlab turib, o'zining Turkiya, Yevropa davlatlari, hatto Amerikaga tuyuqsiz sayohatga manganligini ko'z-ko'z qilgan holatdagi bir qator uchurlaridir. Tuyuqsizdan chet elga mangan qoldim do'stlar. Chunki Qizimni mən 2019 yılı 12. ayı ko'rgan biti hozir urush ko'ryapman. Qizimni aytmoqman deyim, avval Frankfurtga to'xtayman, Germaniyaninki, anadagi Istanbulga borman. 6. ayning 1-dan keyin anadagi Amerikaga berib, Amerikada 28 kunlik sayohatimni boshlayman. Anadagi Yevropaga borman. Xitoy pasportini tutib video tarqatayotgan bu Uyg'ur navbatda Turkiyaga salomat kelib, qizi va ayoli bilan ko'rishganligi, hamda Italiya va Amerika qatorliq davlatlarda sayohatda bo'ladiganligi haqida uchur tarqatishni davom qilmoqda. Men oxiri Istanbulga kelib oldim. Shanxayda Istanbulga men 18 soatdan ortiq yo'l meyapti menda. 2 minutda yetib keldi do'stlar. Men hozir izmindanki shu aerodromda Hilal qattiqim bilan ko'rishman. O'ti Maydu, eminim maya kilovatlarını apse bir... Xitoy 2016 yildan boshlab barliq Uyg'urlarning pasportini musodir qilgandan boshqa hozirgacha Uyg'urlarning pasport elishini cheklayotganligi ma'lum. Shundaqla 2017 yili Uyg'ur diyorida boshlangan Xitoyning cho'ng tutquni jarayonida nurg'unlagan Uyg'urlarning faqat ilgari pasportga iltimos qilganligi, chet elga chiqqanligi jinoyat sanalib, lagerlarga so'langanligi va og'ir jazoga hukm qilinganligi hammaga ayon bir haqiqat. Uyg'urlarning pasport elishi mumkin bo'lmagan, chet ellarga chiqishi hatto aloqa qilishi cheklanayotgan mushundaq bir sharoitda ijtimoiy taraqqudagi Okeanus tagatliq bir Uyg'ur qandoq bo'lib pasport ola oldi, Xitoy qandoq bo'lib uningga tuyuqsiz chet elga chiqishiga ruxsat berib qoldi. U ajiba 4 yildan buyon Turkiyadagi ayoli va bolasi bilan jam bo'lishni o'ylamaganmi? Xitoy kimlarga tuyuqsiz pasport beryapti? Xitoyning bu qisman Uyg'urlarga alayda siyosat qo'llanib chet ellarga yo'lga selishi nimani maqsad qilgan degandek savollar va bu vaqtdagi o'xshamagan inkaslar chet ellardagi Uyg'urlar qo'llanayotgan ijtimoiy taratqulardagi qiziq temaga aylandi. Biz bu savollarning javobini tepish uchun yaqin kunlarda Turkiyaga kelganligini so'zlab, tashviqot qilayotgan shu Okeanus apandi bilan aloqalashishga tirishgan bo'lsakmi, lekin uning bilan aloqalashamidik. Doyindagi Okeanusning arxivlarini tekshirish orqali erishgan uchurlarimizdan uning 2020 yili Shanxayda Okeanus sog'lomlik ozuqlik shirkatini qurganligi va Qaramay hamda Urumchi qatorliq shaharlarda tarmoq shirkatlari borligi ma'lum bo'ldi. Okeanus taxallusidagi bu Uyg'urning Doyindagi agashkuchilarining soni 164 mingdan oshadi ekan. Uning tarqatgan videolardan uning bir qizi bilan ayolining Turkiyada turdiganligi ma'lum. U qizining rasmiy ostiga Xitoycha aralashmagan deb yozib qo'ygan ekan. Radiomizga kelgan inkaslarga qaraganda chet ellarda uning bu tashviqotlardan taajjublangan ba'zi Uyg'urlar uning bilan ijtimoiy taratqularda aloqalashib ko'rgan ekan. O'zi Turkiyada turadigan, ammo ismini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'urning aytishicha, u bu Okeanus taxallusidagi Uyg'urga Doyinda siz pasportni qanday oldingiz deb inkas yozgan. U bo'lsa, bu bek oson, faqat eng ilg'or shaxs bo'lishingiz shart deb javob yozgan. Bu Uyg'ur uningdan yana undaqda vatandagi 99% Uyg'ur sapasiz ekanda 2017 yildan boshlab chet elga chiqalgan Uyg'ur 1% ga yetmaydi. Chet eldan vatanga qaytganlar texmi yo'q deyarlik.
Siz va sizdek bir necha Uyg'ur ilg'or va sapoliqmi deb so'ragan. Ammo Okeanos uning bu inkosini darhol yuyib etgan ekan. Uzun mezgillardan buyon Uyg'urlarning pasport bejirishi og'ir shartlar orqali cheklanib qolmay, pasportga erishgan taqdirdami ularning chegaradan chiqishimi to'sqinlikka uchrab kelgan edi. 2015-yilga kelganda Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati uqtirish taqib, Uyg'ur eldagi aholining bir parcha iltimos jadvalini to'ldirsila, pasport ala oladiganligini jakalagan edi. Oradan bir qancha oy o'tib, Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati 3 oy ichida jami 213.708 pasport tarqatganligini, buning oldingi o'xshash mezgildagidan 240.8% oshganligini jakalagan edi. Gerçi şu mezgilde Uygurlarning bu yeni pasport alganlar içinde qanchalik nisbatni egallaydiganligi noma'lum bo'lsa-mu, 2016-yili oktabrga kelganda Shixanza, Manas, Qumul va Midon shahridagi jamoat xavfsizlik tarmoqlari uqtirish tarqitib, shu yili 18-oktabrgacha pasportlarni topshirib berishni talab qilgan edi. Bu pasport yig'ilish siyosatining faqatla Uyg'ur elida ijro qilinganligi oshkorlangan edi. Xitoy hukumati 2015-yili Uyg'urlarga pasport cheklamasini bekor qilganligini e'lon qilib, Uyg'urlarni pasport elishga ilhomlantirib, orqadan pasportni bahona qilib, Uyg'urlarni bostirganligi CNN, Telegraf qatorliq xalqaro matbuotlarda keng xabar qilindi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti 2016-yili noyabrda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan pasport cheklamasini tanqid qilib, maxsus bayonot e'lon qilgan edi. Ammo Xitoy izchil bunday ahvolning mavjudligini inkor qilib keldi. Şu qitimliq pasportlarni yig'ib olish harakatini Uyg'ur eliga yo'tkab kelinganiga uzun bo'lmagan Xitoy partkom sekretari Chen Chuangoning o'zi bosh bo'lib tutganligi ma'lum. Orqadan u Uyg'ur elida cho'ng tutqunni boshlagan edi va Uyg'urlar lagerlarga turkumlab hamlashga boshladi. Dal shu mezgillarda yana Uyg'ur diyori butunlay qamal qilinib, chet el bilan aloqasi uzib tashlanib, yuqori texnikalik kuzatiladigan soqchi davlatiga aylantirilganligi ma'lum bo'ldi. 2018-yilga kelganda matbuotlarda bir qancha yildan buyon Xitoyning Uyg'ur diyorida irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi rasmiy oshkorlanishga boshladi. Demak, Uyg'urlarning pasportlarining yig'ilishga boshlaganligi irqiy qirg'inchilikning boshlanganligining eng dastlabki ifodalarining biri bo'lgan edi. Xitoy doiralari tarqatgan pasportning navbatda fuqarolarning shaxsiy arxivi, barmoq izidan boshqa qon avrishkisi, ovozi, DNA avrishkilariga o'xshash nurg'un shaxsiy uchurlarni kirgizganligi ma'lum. Irqiy qirg'inchilik rasmiy yurgizilishga boshlagan 2017-yildan buyon Uyg'urlarning pasport elishi, chet ellarga chiqishi Xitoy hukumati tomonidan texmi qattiq cheklanib kelmoqda. Bu cheklamalar sababli Qozog'istondagi Sadirdan o'zining ayoli, 3 farzandining onasi bo'lgan Otishdagi Muyassar bilan jam bo'lolmayotganiga 6 yildan oshdi. Onun da saklıtratkanlığı bir 7 yıl boludu 9. ay kese. Hazır mı yok onlar gel pasport verirsin gibi yok. O halkara nimeni közünü boyaş o mesela 10-15 Uygur'unu resmi özüge tartıp terbiyelep ona tehdit astığı elep çetelgi çıkasını halkara aldı da göz boyap. 15 Uygur'unu kontrol astığı evamlığı onaydan ağlağı. Kırış nimesi bolsa niyeti Miyaslarını birinci çıkır etmemde 3 balısı bayani. Mümkün emas olan çetelgi çıkmış onda seyahatge. Muyassar Muhammed 2016-yili 9 ayda pasport uzartish ishi bilan Qozog'istondan yurti Otishga qaytgan. Ammo oradan uzun o'tmayla Xitoy doiralari tomonidan Otishda tutqun qilinib, lagerga qamalgan. 2020-yili Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarni Uyg'ur elida pasport elishi, chet elga chiqishini cheklab qolmay, yana chet ellarda Xitoy pasportida turayotgan Uyg'urlarning pasportini yengilishimi mushkulotga duch kelganligi haqida doklad e'lon qilgan edi. Ular dokladida Xitoyning cheklamalari sababli pasport va hujjatlarning kamchil bo'lishi, Uyg'urlarning chet eldagi turmushi, nikohi, turmush ahvoli, tadqiqoti va harakat erkinligiga ta'sir ko'rsatganligini ta'kidlagan edi. 2016-yili Uyg'urlarning pasporti umumyuzlik yig'ib olinib, irqiy qirg'inchilik rasmiy boshlangandan buyon chet ellarda turayotgan Uyg'urlar bo'lsa, urug' tuqqanlar bilan aloqasi uzilgan peti majburiy ayrilib turmoqda. Belgiyadagi Abdulhamid Tursun apandi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan pasport siyosati va cheklamasi sababli o'zining Urumchidagi ayoli Hurriyat va 4 farzandidan ayrilib turayotganiga 6 yildan oshdi. Belgiya elchixonasi uning ayoli va bolalariga ko'chmanlik vizasini tasdiqlab bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati uning ayoli va bolalarining pasportini bejirib bermagan.
Özgürlük başkasına çıkışı halkara cemiyetke Uygurlar erken halka çıkalaydı. Bizge hükümetin vize vermesiga hep ailesen cem olsun da. Bu kıymetli olmalı. Bir yerine çıkıp diplomat attı buna ailemde görüşmanga. Şulara görüşüm koymadı. Bu çetelerge fevkalade çıkıp kalan bir neçe Uygur nime kılalaydı mesela? Yan taşıfatım da saymak çıkıradı bu. Mesela şuna ergeçip soyurla kayıtları taşıfattıktan sonra bunun tasarrufunu çok sizde. Milletten ki umum menfaatine ziyaret kıldı. Abdülhamid Tursunga Xitoy doiralari agar Xitoyning shartiga ko'nsa, uning ayoli va bolalari bilan jam bo'lishiga yo'l qo'ydiganligini bildirgan ekan. Ammo u ishkilanmay rad qilgan. Albatta, Abdülhamid apandiga o'xshash irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan, millatining manfaatini birinchi o'ringa qo'yib qurbonlik berayotganlar bo'lganidek, o'z shaxsiy manfaatini deb Xitoy hukumatiga moslashib, uning insoniyatga qarshi jinoyatlarini yepish uchun xizmat qilayotganlarmi oshkorlanmoqda. İctimai taratqulardagi inkaslardan bu okeanusning videolik tashviqotlari kuzatuvchi va Uyg'ur faoliyatchilarini andishlantirayotganligi ma'lum. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi muajiratdagi Uyg'urlarni Xitoyning qisman Uyg'urlarni chet ellarga chiqarish orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadidan ogoh bo'lishga chaqirdi. Yakından buyon sosyal medyalarda bir qism Uyg'urlarning chet ellarga ziyoratga manganligi haqida videolar tarqalyotdi. Bu nayt hushyor bo'lish tegishli bir masala. Xitoydan boshqa mutlaq ko'p dunyoning har qaysida bir insonning o'zining chegarasidan chiqib boshqa bir davlatga ziyorat berish o'zi cho'ng bir masala emas. U tashviq qiladigan bir masala emas. Nima uchun Xitoy buningga shuning zurriyati siqib qoldi? Agar normal bir hodis bo'lsa, uni unjola tashviq qilish hojat qolmaydi. Buningga diqqat qilish kerak. Ba'zi insonlarimiz bunun aldanmaslik kerak. Demak, Xitoyning bu davomliq Sharq Turkistonda olib borayotgan qirg'inchilikni davom qilish maqsadidan voz kechmaganligining bir alomati. Ya'ni umumiy siyosiy bir o'zgarish yo'q. Buningga xalqimiz nayt hushyor bo'lish kerak. Voy, mana chegara echilib yetibdi, vatanga berib kelsak bo'ldi ekan deyish orqali Xitoyning bu jinoyatni yoshirish kampaniyasiga sherik bo'lmaslik kerak. Oldimiz kunlarda boshqa g'arb dunyosidan bir qism Uyg'urlar berib, ba'zi xuddi sog'-salomat kelalishi mumkin. Xitoy mushunday bir vaziyatni yaratish orqali umumyuzlik o'zining jinoyatini yoshirishga urindi va bu Uyg'urlar bilib bilmay Xitoyning bu yoshirish kampaniyasiga sherik bo'lib Xitoy hukumatiga xizmat qilgan bir vaziyat yaratilib qoladi. Gulchehra tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat.